DTP, ya'ni bolalar miya falajining 5 ta turini sanab beraman. Birinchi turi bu spastik diplegiya. Spastik diplegiyani ikkinchi nomi Little sindromi deyiladi. Ya'ni nomidan kelib chiqqan holatda ko'pincha bolalarning vaqtli tug'ilishi natijasida kelib chiqadigan turi hisoblanadi. Bu turida asosan oyoqning tizzadan pastki qismida tonuslar baland bo'lishi va yurib ketganda ham oyog'idagi muammolar bilan kelib chiqadigan shakli hisoblanadi. Spastik diplegiya shaklida ko'pincha bolalarda ong saqlangan bo'ladi. Ikkinchi turi bu spastik gemiplegiya yoki gemiparez. Bu turi ko'pincha bolalarda yoshlikda o'tkazgan insult oqibatida kelib chiqadigan turi hisoblanadi va bu turda bolalarning tanasining bir yoq qismi o'ng yoki chap tarafi yaxshi ishlamaydi. Mushaklar tortishgan bo'ladi, oyoq qo'lda, ya'ni bir tomonlama oyoq qo'lda harakat sustlashadi. Bu turida ko'pincha tutqanoq ham yondosh kasallik sifatida keladi va nutq kechikishi, yaxshi gapira olmaslik, aqli biroz orqada qolish holatlari ham kuzatiladi. Uchinchi turi bu giperkinetik yoki diskinetik yoki yana boshqa nomi